Aziz obunachilar va bog'bonlar va dehqonlar va savdogarlar, xudo xohlasa ya'ni mevalarda tagi o'qlanish, usta reklama bo'lib tagi o'qlanish, kartoshka, piyoz, sabzi mahsulotlari, mevali mahsulotdan tortib to bodring, pomidor, bolgarskiy o'shalargacha xudo xohlasa tagi o'qlanishlarni tekshirish nimalarni o'zim kuzatib nima qilaman va oshkora qilib beraman sizlarga. Yashirincha yo sotib olib turib ko'rsatib sizlarga. Chunki dehqon bilan savdogar orasida bog'liqliklar bor. Agar sizlar tagini o'qlab turib sotsangiz, u qanaqasi bo'ladi? Chunki iste'mol qiladigan odam sizlardan o'sha narsani sotib oladi puliga. Piyozni tagini ham o'qlamanglar, iltimos sizlardan. Chunki men bitta narsani duch keldim. 2 marta bu duch keldim. Kartoshka va sabzida duch keldim. Tagi o'qlangan. Chunki menga savol berayotganda men ko'rsatmoqsam, menga qarab baqirib ketyapti. Kartoshkasini 6,5 dan sotyapti. 6 so'm deyapti. Ichida mayda, ya'ni tuxumdan ham, katta tuxumdan ham maydaroq bedana tuxumdayda ichida bor. O'sha narsani o'qlashda iltimos qilaman sizlardan. Savdogarlar, dehqonlar, o'qlamanglar, dehqonni ham yomon qilmanglar. Iltimos, aksariyat odamlar shunaqa harom qo'rqqanda bolalaringizga yedirasizlar. Iltimos sizlardan. Shu pulda sizlar xalqning pulidan uy-joy qilyapsizlar. Xalq olyapti. O'sha xalq mahsulotingiz olmasa sizlar mahsulotlaringiz musor, kapeka. Bozorda sifatli mahsulot bilan ta'minlaylik. Xalq oladigan o'sha qimmat sotyapsizmi? O'sha qimmat sotadigan mahsulotingizni sifatiga javob bering. Narxiga talashyapsizmi? Sifatiga javob bering. Olarman odam siz bilan sifatini talashyapti. Menga yaxshi narsani bergin, menga musor narsani bermagin. Men kartoshka olib boruvdim, где-то martning hozir aytaman 27-larida men xolodilnikdagi Rossiyaning kartoshkasi xolodilnikda olib borsam, shuni ichidan 20 tasi irik chiqdi. Chirigan kartoshka chiqdi. 10 kiloni ichidan 20 ta kartoshka chirigi chiqyapti. Iltimos sizlardan. Keyin qulupnoy olganimda, qulupnoyda tagi o'qlangan usta reklama. 14 so'mlik davrida olganimda tagi o'qlangan. Yomg'irda chirib ketgan, nima bo'lgan, o'qlangan. O'shaning uchun iste'molchi va savdogar va dehqon orasida nima bo'ladiganini, o'qlanishmi, o'qlanmasligimi, tagigacha sifatmasligini xudo xolasa yaqin kunlarda syomkalarini, videolarini YouTube tarmoqlariga, Instagramlarga chiqaraman. Chunki O'zbekistonda ham shu narsalar kuzatilayotgan ekan. Men bir akaxondani videolarini ko'rdim. Haqiqatan o'qlanganini, chetga eksport bo'ladigan narsalarni, o'qlanadiganlarni iltimos sizlardan chetga eksport qilasizlarmi? To'ysonni o'ziga nima qilasizlarmi? Tojikiston bo'ylabmi? Tojikistonning obro'sini to'kmaylik, iltimos sizlardan. O'zimizning obro'yimizni to'kmaylik. Bu mahsulotlarimizni kimlar olmaydi? Kim olmaydi? Hech kim olmaydi. Iltimos sizlardan. Uzum sotasizlarmi? Nimaiki sotsalaringiz ham tagini o'qlamanglar. Keyin uzumda oxirgi oylari bo'ladi. Oktyabr oylarida, noyabr oylarida duvarak sho'r uzumlarni olib chiqmanglar. Qanday betlaring bo'ladi olib chiqishga? Qanday olib chiqmanglar shu narsani. Yeb bo'lmaydi, sho'r narsani olib chiqmanglar. Pishmagan narsani, misol oktyabr, noyabr oylarida salqinlik tushadi. O'shaning uchun
olib chiqmanglar musor narsani. O'sha daraxtning shoxida yo'q qolsin, yo bo'lmasa yulib tashlanglar shu duvarakda. Siz to'g'ri chala pishmay qolgan narsani sizlar olib chiqmanglar. Olmani ham tagi o'qlanib, usti reklama bo'ladigan olib chiqmanglar. Qurtlagan olmalarni sotmanglar. Iltimos sizlardan tagi qurtlagan yo to'g'ri pishmay qolgan. Shu sezonida men ko'p narsaga duch kelyapman. Lekin syomkasini xalqqa omma qilmayapman. Xudo xolasa xalqqa omma qilaman. Bu narsalarni men kuzatishda davom endi boshlayman. Xudo xolasa tez kunlarda endi kuzatishda boshlayman. Bozorlarda ahamiyat beraman. Bozorlarni qanday rassalarida usta reklamalikni men istamdan sotib olib turib tekshirib ko'raman. Qani oqlanganmi, oqlanmaganmi. Keyin shu narsaga chiqib boraverib, ijozatini olib turib, prezidentimiz muhtaram janob orqali o'sha kishidan ijozatini olib turib, order ijozatini olib turib, sekin yil davomida yillar o'tib, qachonlardir o'tib, ijozatini olib turib, keyin men bemalol shu narsalarda yuraman. Salomat bo'linglar, tashakkur. Tojikiston va Novgorod qo'llab-quvvatlaymiz. Salomat bo'linglar.